Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan men videoda men yana Shohidxon bolalar hozir template notchni mirini tekshiramiz bolalar, ya'ni notchni o'zi qurgan mirini короче, xo'p. Bundan oldin kimdir o'ynagan ekandir. Ana bolalar hozir sizlarga noldan ko'rsatib beraman. Xo'sh. Unimda qilaylik. Xo'sh, bolalar, xo'p. Bolalar, mana. Xo'p, sizlar mana bitta oltin turgan bo'lasizlar. Oltinni olib turib, xo'sh, mana bunga tashlaysizlar. Bolalar. Mana bunga tashlaysizlar. Просто так. Pastga tushganda nimani bosiladi knopkalar va mana bu ochiladi. Sizlar bo'lsa mana bunga kirasizlar bolalar va mana 5 hozir ochiladi. Keyin biz shuni kesinglar, mana bitta notch turgan bo'ladi. Hozir bolalar chunki bittaga ko'taramiz. Hozir bu mir eskiligi uchun qatyapti bolalar. Hop, mirimcha bu mir eskiligiga mir qatyapti. 3 chunk ko'p chiqaylik. Endi chaqa deydi. Mana bu. Template of notch. Ko'chmoqda. Bolalar, mana bu template of notch, короче, ko'zini qisdi demak, hozirdan narsalar tushadi. Menimcha Minecraft'da o'zini musiqasi ham bor ekan. Menimcha yana bilmadim. Tushish kerak, lekin masa tushmayapti. Bolalar, mana hozir yig'ilashga harakat qilamiz. Template of notchni qat ochilyapti. Plastik 3 olmayapman, nimadir? Ha, 3 ta xo'p bolalar, men bu suv opayim ekan yag'ay. Uni xo'p bolalar, videoni oxiridan ekan meni bolalar kanalimda 40 ta obunachi bo'lganda sizlarga men bu template of notchni qanday qilib turib yuklab olishni ko'rsatib beraman. Mana bolalar, albatta lava bor. Lava prям bu notch yig'ilasa, mana ochiladi va men bo'lsa bash lavaga tushardim agarda notch bo'lsa, lekin yig'ilmadi. Qatayotgan uchun uzr. Mana bor. Template of notchning miyasi. Men bittadan redstone dustlar o'tgan. Hozir spektatorga o'tib olaylik, keyin biz ko'rsatib o'taman. Menda mod borligi uchun ham nima bo'lyapti? Qatyapti. Hozirgina modda qilaylik. Open LAN, allow cheats on, start LAN world. Va bunday qilib turib game mode spektatorga o'tamiz. Mana va bolalar, mana hozir endi biz mantlarni ko'rsatib o'taman. Mana bolalar, haligi lava trap qani? Mana lava mapda bo'ladi. Bolalar, bu yangi versiyaligi uchun ham chaqatiydi.
as cheksiz olmabdi. Effect give us night vision infinity. Mana bo'laman lava trap. Mana redstone o'tgan manbatlardan prime manbatdan miyasiga ketgan. Temple of Notch mana miyasi. Plastik ochib olaman. Miya. Xo'p, bular miyaga keladi. Xo'sh, mana bolalar. Endi mexanizm endi boshlandi. Xo'sh, mana bitta miyasi, xo'p, mexanizmlar bilan mana Notchni kim qurgan bo'lsa ham normalniy qurganda, bitta g'urracha bor. Notchda o'zi aslida bunaqa joyi yo'q, shunchaki kirib chiqishganmikan qo'yishgan g'urracha joy bor mana, g'urracha. Xo'p, mana bor. Temple of Notchning miyasi. Mana bitta pistonlar bor. Bu ko'zini qisdi-ku hali, xuddi shunaqa turib ko'zini qisadi. Bu hali eng oddiy nimasi. Mana bitta suv bor. Mana bu yerda piston bo'ladi. Aynan mana bu piston ochilganida bitta suv oqadi. Ya'ni ko'z yoshdek suv oqadi bolalar. Qarabsizlarki, u yig'laydi bo'lsa, sizlar bizni beding pastga qarab kelayotasiz. Mana bolalar. Musiqalar mana. Musiqa aytdik-ku mana. Xullas, korоче, buni qurgani bir oy vaqt ketgan. Mana bolalar, ichki qismlari, ichki mexanizmlari. Bolalar mana shu yerni keyingi safarmikan, xullas qachondir ham menga kirish o'rgatib o'taman. Mana bolalar, mana buni qaranglar. Mana bu ochiladi mana. Xo'sh, mana bolalar mexanizmlarning ichi, короче, mana bularga уже прям точно bedrockgacha kelgan. Bu yangi versiya, eski versiyada bedrockgacha kelgan. Mana bolalar, xo'p. Va bolalar o'z bu bir tochka to'r versiyami degan, bir 6 to'r versiyaga edi. Men buni Forge versiyamga tushirdim. Forge versiyaga qanaqa qilib tushirganimni bolalar hamma biladi. Mir o'tkazishdi. Shuni o'rgatib o'taman bolalar mana. Xullas, короче, bu mirni kanalimda 40 ta obunachi bo'lganda tushirishni o'rgatib o'taman bolalar. Tushirishni o'rgatib o'tishim uchun meni kanalimda 40 ta obunachi bo'lishi kerak. Hamma mod edibman. Yangi chiziqchi. Mode. Hop. Creative. Mana bolalarni hop keyin mana bolalar Temple of Notchni bunaqasiga ham aylanib o'tsa bo'ladi. Bunaqasiga. Xullas, короче, endi bolalar bu Temple of Notchni qanaqa qilib turib bola o'zim bilmagan holatda yuklab olishni o'rgatib bergan. Shuning uchun videoni yarmidan kesib yubordim, o'rgatib bergan joylarimni. Barchaga xayr bolalar, sizlar bilan aytgan bo'ldi. Albatta bolalar, kanalimda 40 ta obunachi bo'lgandan keyin shuni qanaqa qilib yuklab olishni ko'rsataman. Qanaqa qilib turib versiyaga tushirishni ham o'rgatib o'taman bolalar. Barchaga xayr bolalar, sizlar bilan aytgan bo'ldi. Sog'-omon bo'linglar. Kanalimda 40 ta obunachi bo'lishi bilan shuni tashiyman bolalar. Barchaga xayr, sog'-omon bo'linglar.